Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massajini bajarishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'llar bilan saqlab qolasiz. Bugun sizlar bilan ajinlarga qarshi kurashadigan teyplar haqida gaplashamiz. Teyplar leykoplasterga o'xshaydi, ammo boshqa funksiyani bajaradi. Teyplar nima uchun kerak? Teyplar yuzimizdagi mushaklarni fiksatsiya qilib, ya'ni mana bu mimik harakatlarimiz natijasida hosil bo'ladigan ajinlarni oldini oladi. Ya'ni mushakni fiksatsiya qilishi natijasida teri ham harakatlanmaydi va mushak natijada ajinlar yoyiladi. Teyplar modda almashinuvini yaxshilaydi, qon aylanishini, o'sha qismdagi terimiz, mushagimiz dam oladi va kerakli bo'lgan moddalarga, vitaminlarga to'yinadi. Teyplarni yopishtirishdan oldin yuzimiz tozalangan, krem surilgan bo'lishi kerak yoki sivortka. Quruq teriga teyplarni yopishtirish mumkin emas. Mana terimizni namlantiruvchi krem bilan namlaymiz. Xohlasangiz serumni ustiga, yog'ni ustiga ham yopishtirsangiz bo'ladi. Ammo oldin o'sha joyni massaj qilib, mana so'ngra yopishtirsangiz effekti ancha yaxshi bo'ladi. Men mana 2 qosh orasiga yopishtirmoqchiman peshonamga va ko'zimni mana shu qismiga, ya'ni chakka qismiga yopishtirmoqchiman va nosogubkaga. Teyplarni mana shu shaklda qirqib oldim. Endi yopishtiramiz. Yopishtirishdan oldin mana uchini ozgina mana bunaqa qilib ochasiz. So'ngra yopishtirmoqchi bo'lgan qismingizga mana yopishtirdingiz. Bu tarafdagi teringizni ozgina, ko'p emas, tortasiz. Va mana shunaqa qilib yopishtirasiz. Keyingisi mana shunaqa qilib ochamiz. Endi bu qismda ham terimizni ozgina tepaga ko'taramiz. Ajinlarni yoyish uchun va yopishtiramiz. Mana hozir endi harakat qilib ko'ring. Mana bunaqa qilib harakat qilsangiz ham mana bu teyplar sizga ajin hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Mana teyplarni qachon yopishtirish kerak? Haftada necha kun? Teyplarni ko'p yopishtirish mumkin emas, chunki terimizdagi, ya'ni epiteliy qatlamini butunligini buzib qo'yishi mumkin. Ya'ni har safar kleyi bor-ku buni. Mana shunaqa qilib chiqarib, yana yopishtirib, har kun yoki kun ichida 3-4 marta qilsangiz, o'sha teringizni butunligini buzib qo'yasiz. Himoya baryerini buzib qo'ysangiz, keyin teringiz sezgir bo'lib qoladi, qizaradigan bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun teypni haftada 2-3 marta ishlatsangiz yetarli. Va masalan kunduzi 2-3 soatga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi va kechasiga uyqudan oldin qo'ysangiz ham bo'ladi. Ertalab chiqarasiz. Mana endi ko'zimizni yon tarafiga yopishtiramiz. Uchini ozgina ochamiz. Mana ana teyplar
sport do'konlarida, dorixonalarda yoki internet magazinlardan olsangiz bo'ladi. Mana har xil ranglarda bo'ladi. Meniki binafsha rang, chunki binafsha rangini yaxshi ko'raman. Endi mana nasagubkaga yopishtiramiz. Har kun bu shaklda yopishtirishingiz shart emas. Masalan, ko'pchilikning ikki qosh orasida ajini bor yoki peshonasida faqat shu qismga yopishtirib yursangiz bo'ladi. Masalan, ko'z atrofiga va nasagubka kabi joylarga haftada 1 marta, 2 marta yopishtirsangiz bo'ladi. Chunki ko'zimizning yonidagi teri juda ham nozik. U yerga 3 dan ko'p marta yopishtirish zarar keltirishingiz mumkin teriga. Mana nasagubkaga va ikkinchisi. Men ko'pincha kechasiga mana shu peshonamga teyp yopishtirib yotaman. Bu qismlarimga esa ko'pincha kunduzi yopishtirib 2-3 soatdan keyin olib tashlayman. Mana endi sizlarga qanaqa qilib to'g'ri teypni chiqarishni ko'rsataman. Mana bu qismdan emas, men bu qismdan chiqarishni boshlaysiz. Terini ushab turasiz mana bunaqa qilib. Bir qo'lingiz bilan, ikkinchi qo'lingiz bilan asta tortasiz. Xuddi shunday bu taraf. Ushab turasiz teringizni va asta chiqarasiz. Endi ko'zimizni yonidagi terini ushaymiz shu qismda va asta chiqaramiz. Xuddi shunday bu taraf. Ushab turamiz teri cho'zilib ketmasligi uchun. Asta tortamiz. Bular ham xuddi shunday. Ushab turamiz. Tortamiz. Mana. Endi teypdan keyin ozgina namlantiruvchi krem surish kerak. Mana. Ko'p emas, ozgina. Chunki krem surib yopishtirdingiz. Faqat o'sha qismni yana namlab qo'ysangiz yaxshi. Mana. Massaj qilib yuboramiz. Tinchlantiramiz terimizni. Savollaringiz bo'lsa, albatta sizlardan kutib qolaman. Bu videoga like bosishni va mening kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Har doim go'zal va sog'lom qoling.